Matematik kontekstga qarab work bajaring, ishlang. Each har bir problem masala according to ga ko'ra bo'yicha instruction ko'rsatma instruksiya. Follow the instructions ko'rsatmalarga amal qiling. Given berilgan. Solve yeching. Work each problem according to the instructions given. Har bir masalani berilgan ko'rsatmalarga ko'ra bajaring. Sizga bu yerda tenglama berilgan. Bu tenglamani yechish uchun y o'zini ajratib qoldirishimiz kerak, y topishimiz kerak. Uning uchun doimiy sonni 1 chap tarafdan o'ng tarafga o'tkazishimiz kerak. Uni o'tkazish uchun chap tarafdagi 1 0 ga aylantirish kerak. 0 ga aylantirish uchun +1 dan 1 ayirishimiz kerak. Shunda 6y +1 dan 1 ayirsa 0 bo'ladi. Chap tarafda nima qilsak, o'ng tarafda ham xuddi shu narsani qilamiz. Biz ham bitta 1 ayirdik, o'shaning uchun 0 dan ayiramiz 1. Endi qaytib yozib olamiz. 6y barobar 0 dan 1 ayirsa -1 bo'ladi. Endi y o'zini qoldirish uchun 6 ni 6 ga bo'lamiz. 6 ni 6 ga bo'lsa bittadan, bu degani 1y. Birini yozish shart emas. Endi chap tarafda ham xuddi shu narsani qaytaramiz. -1 ni 6 ga bo'lamiz. Shunda y 6 dan -1 ga teng. Buni tekshirib ko'rishimiz mumkin. Uning uchun y o'rniga -6 dan 1 yozamiz. Ya'ni 6 ko'paytirilgan -6 dan 1 qo's yopuv qo'shuv 1 barobar 0. Bu 6 ni o'zi turgani tagida 1 bor degani. 6 ni -1 ga ko'paytirsa -6 bo'ladi. 1 ni -6 ga ko'paytirsa 6 bo'ladi. Qo'shamiz 1 barobar 0. -6 ni 6 ga bo'lsa -1 bo'ladi. -1 ga qo'shsa 1 barobar 0 bo'ladi. 0 0 ga teng. Значит, bizani javobimiz y barobar -6 dan 1 to'g'ri. Bu yerda ham tenglama berilgan. Solve degani yeching degani. O'shaning uchun tenglamani yechamiz va y, to есть y topamiz. 6y + 1 barobar 3. Bu degani 6y qo'shilgan 1 3 ga teng degani. Y topish uchun uni ajratib olishimiz kerak. Ajratib olishimiz uchun chap tarafdagi 1 o'ng tarafga o'tkazishimiz kerak. Uni o'tkazish uchun 1 0 ga aylantirishimiz kerak. 0 ga aylantirish uchun 1 dan 1 ayiramiz. +1 dan 1 ayirsa 0 bo'ladi. Chap tarafda nima qilsak, o'ng tarafda ham xuddi shu narsani qilamiz. 6y barobar 3 -1. 3 dan 1 ayirsa 2 bo'ladi. Endi y ajratib olish uchun, o'zini qoldirish uchun 6 ni 6 ga bo'lamiz. 6 ni 6 ga bo'lsa bittadan
bir y. Birini tushirib qoldiramiz. Y. Chap tarafda nima qilsak, o'ng tarafda ham xuddi shu narsani qilamiz. 2ni 6 ga bo'lamiz. 2ni ichida ikkitalikdan bitta bor. 6ni ichida ikkitalikdan 3 ta bor. Javobimiz y barobar 3 dan 1. Buni to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirib ko'rishimiz mumkin. Uning uchun 3 dan 1ni y ga qo'yib chiqamiz. Ya'ni 6 quvsi ichida 3 dan 1 quvs yopilgan. Qo'shuv 1 barobar 3. 6ni o'zi tursa, bu tagida 1 bor degani. Endi 6ni 1 ga ko'paytirsa 6 bo'ladi. 1ni 3 ga ko'paytirsa 3 bo'ladi. Endi 6ni ichida 3 talikdan 2 ta bor. 3 ichida 3 talikdan bitta bor. Bu degani 2 dan 1, 1ni yozish shart emas. 2. Endi mantiga qo'shuv 1ni mantiga yozamiz. Shunda 2 qo'shuv 1 barobar qaytib 3ni yozamiz. 3. Endi 2ni 3 ga qo'shsa 3 bo'ladi. 3 barobar 3. 3 3 ga teng. Ya'ni y barobar 3/1imiz to'g'ri. Bizga quyidagi ifoda berilgan. Add qo'shish. Biza o'xshash xatlarini qo'shib chiqishimiz kerak. Uning uchun oldin qovusni ochib olamiz. Shunda 6 y qo'shilgan 1 qo'shuv 3 y qo'shuv 8 barobar. Endi bizada o'xshash xat bu 6y bilan 3y. O'shaning uchun birinchi shuni qo'shib olamiz. Chunki oldida plyus bor 3 dan oldin. 6y ga qo'shamiz 3y. Keyin yozadigan narsamiz qo'shuv 1 qo'shuv 8 barobar. Endi 6y ga 3y qo'shsa 9y bo'ladi. Qo'shuv 1 ga 8ni qo'shsa 9. Javobimiz 9y qo'shuv 9. Solve yeching. Bizga yana tenglama berilgan. Bu tenglamani yechish uchun o'xshash xatlarni bitta tarafga, doimiy sonlarni bitta tarafga o'tkazib olishimiz kerak. Biza 3y ga chap tarafga o'tkazishimiz kerak. Uni o'tkazish uchun oldin 0 ga aylantirishimiz kerak. 0 ga aylantirish uchun 3y dan ayiramiz 3y ga. Shunda 0 bo'ladi. O'ng tarafda nima qilsak, chap tarafda ham xuddi shu narsani qilamiz. O'shaning uchun 6y minus 3 plyus 1 barobar 8 deb yozib olamiz. Endi doimiy sonni, ya'ni 1ni o'ng tarafga o'tkazishimiz kerak. Uning uchun 0 ga oldin aylantirib olishimiz kerak. 0 ga aylantirish uchun 1 dan 1ni ayiramiz. Chap tarafda nima qilsak, o'ng tarafda o'shani qaytaramiz. Ya'ni 8 dan ayiramiz 1. Endi 6y minus 3 yozib olamiz. 6 dan 3 ayirsa 3. Javobimiz 3y barobar 8 dan ayirsa 1 7 bo'ladi. Y o'zini qoldirishi uchun 3 3 ga bo'lamiz. 3 3 ga bo'lsa bittadan javobimiz 1y bo'ladi. Chap tarafda nima qilsak, o'ng tarafda ham xuddi shu narsani qaytaramiz. 7ni 3 ga bo'lamiz. Demak, bizani javobimiz y 3 dan 7 ga teng. Shu javobimiz
to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirishimiz mumkin. Uni tekshirish uchun har bitta yga 3 dan 7 ni yozib chiqamiz. Ya'ni 6 qovus ichida 3 dan 7 ko'paytirilgan, qovus yopilgan, qo'shuv 1 barobar 3 ko'paytirilgan, yana 3 dan 7 qo'shamiz 8. Endi bu yerda 6 ni tagida 1 bor degani, i 3 tagida ham 1 bor degani, i 1 ni tagida 1 bor, 8 ham tagida 1 bor degani. Chunki biz kasr ko'paytirib qo'shib ayryapmiz. Endi 6 ni 1 dan 6 ni 3 dan 7 ga ko'paytiramiz. 6 kere 7 42, 1 kere 3 3 qo'shamiz 1 dan 1 barobar 3 kere 7 21, 1 kere 3 3 qo'shamiz 8 dan 1. Endi kasr qo'shish yoki ayrishdan oldin agar ikkita ikki xil maxraj berilgan bo'lsa, eng kichik umumiy maxrajini topib olishimiz kerak. Bizning ikkinchi kasrimizda 1 bor. Birinchi kasrimizda 3 maxraji. Buni umumiy maxraji 3, chunki 3 3 ga 1 marta bo'linadi, 3 1 ga 3 marta bo'linadi. 1 ni 3 ga aylantirib olish uchun 1 ni 3 ga ko'paytiramiz. Maxrajida nima qilsak, suratida ham xuddi shu narsani qaytaramiz. Shunda bizning maxrajimiz 1 kere 3 3, umumiy maxrajimiz 3 yozib olamiz. 42 ga qo'shamiz 1 kere 3 3. Endi o'ng tarafdagi tenglamamizni qo'shib olamiz. Bu yerda ham xuddi shu narsani qaytaramiz. Umumiy maxrajimizni topib olishimiz kerak. Bu yerda ham 3, o'shaning uchun 1 ni 3 ga aylantirish uchun 1 ni 3 ga ko'paytiramiz. Maxrajida nima qilsak, suratida ham xuddi shu narsani qaytaramiz. Ya'ni 8 ni 3 ga ko'paytiramiz. 1 kere 3 3. Umumiy maxrajimiz bu yerda ham 3. 21 qo'shamiz 8 kere 3 24 bo'ladi. Endi chap tarafimizni hisoblaymiz. 42 ga 3 qo'shsa 45 bo'ladi. 45 bo'ladi. 21 ga 24 qo'shsa 45 bo'ladi. 45 ni 3 ga bo'lsa 15 tada. Chap o'ng tarafda ham 45 ni 3 ga bo'lsa 15 tada. Javobimiz 15 ga 15 teng. Bu degani y rostdan ham 3 dan 7 ga teng. Multiply ko'paytiring. Bu yerda 6 ni har bitta xatga ko'paytirib chiqamiz. Ya'ni birinchi 6 ni y ga ko'paytiramiz, ikkinchi 1 ga ko'paytiramiz. 6 ni y ga ko'paytirsa 6y bo'ladi. 6 ni 1 ga ko'paytirsa 6 bo'ladi. Mantada qo'shuv borligi uchun qo'shuv belgisini yozamiz. 6 kere 1 6. Javobimiz 6y qo'shilgan 6. Solve yeching. Bizga bu yerda tenglama berilgan. Bu tenglamada biz y topishimiz kerak. Birinchi qiladigan ishimiz chap tarafda 6 ni qovus ichidagi har bitta xatga ko'paytirib chiqamiz. 6 ni y ga ko'paytiramiz. Keyin 6 ni 1 ga ko'paytiramiz. 6 ni y ga ko'paytirsa 6y bo'ladi.
Oldida qo'shuv belgisi borligi uchun qo'shuvni yozamiz. 6ni 1ga ko'paytirsa 6 bo'ladi. Barobar 3y qo'shuv 8. Endi 3y ga 10 tarafga o'tkazish uchun oldin uni 0 ga aylantirib olishimiz kerak. 0 ga aylantirish uchun 3y dan 3y ga ayiramiz. 3y dan 3y ga ayirsa 0 bo'ladi. O'shaning uchun o'ng tarafda nima qilsak, chap tarafida ham xuddi shu narsani qilamiz. Ya'ni 6y minus 3y qo'shilgan 6 barobar 8 deb yozib olamiz. Endi bo'lsa doimiy sonni o'ng tarafga o'tkazishimiz kerak. Ya'ni 6ni 10 tarafga o'tkazish uchun oldin 0 ga aylantirib olishimiz kerak. Uning uchun 6 dan 6ni ayiramiz. 6 dan 6ni ayirsa 0 bo'ladi. Chap tarafda nima qilsak, o'ng tarafda ham xuddi shu narsani qilamiz. Ayiruv 6. Endi yozib olamiz. 6y dan 3y ga ayirsa 3y bo'ladi. Barobar 8 dan 6ni ayirsa 2 bo'ladi. Y ga o'zini qoldirish uchun 3 3ga bo'lamiz. 3 3ga bo'lsa bittadan shunda 1y bo'ladi. Ya'ni y ga o'zi qoladi. Chap tarafda nima qilsak, o'ng tarafda ham xuddi shu narsani qaytaramiz. 2ni 3ga bo'lamiz. Demak, bizning javobimiz y 3 dan 2ga teng. Shu javobimizni to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirib chiqamiz. Ya'ni har bitta y ga 3 dan 2ni yozib chiqamiz. Ya'ni mantiqga qo'yamiz deb yozib chiqamiz shu 3 dan 2ni y ga. Shunda 6 ko'paytirilgan 3 dan 2y qo'shuv 6 deb yozamiz. Barobar 3 ko'paytirilgan 3 dan 2 qo'shilgan 8. Endi bu yerda 6ni o'zi turgani tagida 1 bor degani, chunki bizga kasrni ko'paytirishimiz kerak. 3 ham tagida 1 bor degani. Endi birinchi bo'lib 1 dan 6ni 3 dan 2ga ko'paytiramiz. 6ni 2ga ko'paytirsa 12 bo'ladi. 1ni 3ga ko'paytirsa 3 bo'ladi. Qo'shuv 6 barobar. Endi o'ng tarafdagi kasrimizni ko'paytiramiz. 1 dan 3 3 dan 2ga ko'paytiramiz. 3ni 2ga ko'paytirsa 6 bo'ladi. 1ni 3ga ko'paytirsa 3 bo'ladi. Qo'shuv 8. Kasrni qo'shish yoki ayirishdan oldin agar bizga ikkita ikki xil maxrajli kasr berilgan bo'lsa, eng kichik umumiy maxrajini topib olishimiz kerak. Bizga ikkita ikki xil maxrajli kasr berilgan, ya'ni 6ni tagida bu yerda 1 bor. Birinchi kasrimizda 3, ikkinchi kasrimizda 1. 8 ham tagida 1 bor. Birinchi kasrimizda 3, ikkinchi kasrimizda 1 berilgan. Endi birinchi kasrda 3 bo'lgani uchun ikkinchi kasrimizni 3 ga aylantirib olish uchun 1ni 3 ga ko'paytirishimiz kerak. Maxrajida nima qilsak, suratida ham xuddi shu narsani qaytarishimiz kerak. 6ni 3 ga ko'paytiramiz. Shunda 1 kere 3 3. Umumiy maxrajimiz 3 bo'ladi. O'shaning uchun 3 yozib olamiz. 12 qo'shilgan 6 kere 3 18 barobar. Ikkinchi kasrimizda ham xuddi shu narsani qaytaramiz. 1ni 3 ga aylantirib olish uchun 3 ga ko'paytiramiz. Maxrajida nima qilsak, suratida ham xuddi shu narsani qaytaramiz. 8ni 3 ga ko'paytiramiz, chunki bizning eng kichik umumiy maxrajimiz o'ng tarafda ham 3.
1 uchga ko'paytirsa 3 bo'ladi. Shuning uchun o'ng tarafda ham eng kichik umumiy mahrajimiz bu 3. 6ga qo'shamiz. 8 kere 3 24 bo'ladi. 6ga qo'shamiz 24. 12ni 18ga qo'shsa 30 bo'ladi. 6ni 24ga qo'shsa ham 30 bo'ladi. 30ni 3ga bo'lsa 10 tadan. Bu yerda ham 30ni 3ga bo'lsa 10 tadan. Demak, tenglamamiz teng ekan. 10 10ga teng. Значит, javobimiz y3 dan 2ga teng degan javobimiz to'g'ri. Length uzunlik, rectangular to'g'ri to'rtburchak shakli, lot yer uchastkasi yoki yer maydoni, width kenglik, feet foot uzunlik o'lchov birligi, perimeter perimetr, use foydalaning yoki ishlating, when matematik terminda bo'lganda degan ma'noni bildiradi. Atak qachon deb tarjima qilinadi. Use the formula P equals to 2L plus 2W to find the length L of a rectangular lot if the width W is 35 feet and the perimeter is P equals to 190 feet. L equals to what? Agar to'g'ri to'rtburchak shaklidagi yerning eni W barobar 35 fut va perimetri P barobar 190 fut bo'lsa, uzunligi L ni topish uchun P barobar 2L qo'shamiz 2W formulasidan foydalaning. L nechiga teng? Toping. Bu masalani yechish uchun biz berilgan formuladan foydalanamiz, ya'ni P barobar 2L qo'shuv 2W dan bizga P ni o'rniga 190 berilgan, W ni o'rniga 35 berilgan. O'shaning uchun shu formulani boshqatdan yozib olamiz. Shunda 190 barobar 2L qo'shuv 2 W ni o'rniga 35 berilgan. O'shaning uchun 2 ni ko'paytiramiz 35 ga. Shunda 2L qo'shilgan 2 ni 35 ga ko'paytirsa 70 bo'ladi. 70 barobar qaytib 190 ni yozamiz. Endi L ni topish uchun L ni o'zini ajratib olishimiz kerak. Uning uchun 70 ni 10 tarafga o'tkazishimiz kerak. 70 ni 10 tarafga o'tkazish uchun uni 0 ga aylantirib olishimiz kerak. 70 dan 70 ayirsa 0 bo'ladi. O'shaning uchun 70 dan 70 ayiramiz. Chap tarafda nima qilsak, o'ng tarafda ham xuddi shu narsani qaytaramiz. Ya'ni 190 dan 70 ayiramiz. Shunda 2L barobar 190 dan 70 ayirsa 120 bo'ladi. L o'zini qoldirish uchun 2 ni 2 ga bo'lamiz. Shunda bittadan bo'ladi. 1L bo'ladi. Birini tushirib qoldirib, L o'zini yozishimiz kerak. Chap tarafda nima qilsak, o'ng tarafda ham xuddi shu narsani qaytaramiz. Ya'ni 120 ni 2 ga bo'lamiz. 120 ni 2 ga bo'lsa 60 bo'ladi. L 60 ga teng. Shu javobimiz to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirib ko'rishimiz mumkin. Ya'ni L ga 60 ni qo'yib yozib olamiz. Shunda 190 barobar 2 ko'paytirilgan L o'rniga 60
qo'shuv 2 ko'paytirilgan W ni o'rniga 35. 190 barobar 2 kere 60 120 qo'shuv 2 kere 35 70. 190 barobar 120 ga 70 qo'shsa 190 bo'ladi. Bizani tenglamamizni teng, chunki 190 ga 190 teng. Значит, bizani javobimiz L barobar 60 to'g'ri javob.